Mana o'sha zakazlarimizni davom ettiryapmiz. Gazobloyga o'sha 5-6 mingta bor edi, tayyor quruqlari. Mana ko'rishingiz mumkin, paddonlangan. Вообще idealniy holatda, razmerlari 1:1, qattiqliklari. O'ta qattiq 600 markada. Qup-quruq gazobloylarimiz mana egalariga ketyapti. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. O'tgan safarga o'sha 10 kun oldin video qo'yganimizda bu yerda 5-6 mingta gazobloy bor edi. Ko'rishingiz mumkin. 17 ming so'mdan Farg'ona bo'ylab dastavka qilib beramiz deganmiz. Hozirgacha o'sha 17 ming so'mdan dastavka qilib beryapmiz. O'sha skidga tushgan holatida. Bu yerlar polni to'laydi, ichkarilar ham to'laydi, ko'rgan bo'lsalaring. Hozir 10 dona paddon qoldi. Buni ham egalariga yetkazmoqdamiz. Hammasi sotilgan bular. Mana shu Porterda, Isuzuda, uzoq joylarga furada chiqardik. Hamma videolar qo'ya olmadik. Mana bu yerlar ham to'llaydi, mana bu taraflar. Hammasi to'llaydi. Hozir qolgan bo'lsa 1000 ta gazobloyimiz qoldi. 500 ta mana bular polistrobloyimiz qoldi. Hali ham narximiz o'sha narxda 17 ming so'mdan Farg'ona ichiga yetkazib bermoqda biz. Kimga mana shunaqa sifatli gazobloylar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 3-4 kun ichida hali narxlarimiz mana shu holatda turibdi. Zakaz olib 15-20 kundan keyin bo'lsa ham qilib beramiz. Kimdir misol martda yo aprelda qurilish qilmoqchi bo'lganlar, hozir ulgurib qolinglar. Narxlarimiz arzon narxda hozircha, chunki sement narxlari tushgan. Shuni hisobiga 17 ming so'mdan dastavka qilib beryapmiz. 15,5 ming so'm, 16 ming so'm o'zi tushadi joyida. Yetkazib berishimiz bilan 17 ming so'm. O'sha bular 18 ming so'mdan kam sotilmaydi o'sha mart-aprelda. Ko'rishingiz mumkin, holatlari vashchi zo'r holatda turibdi gazobloylar. Polistrobloylarimiz 22 ming so'mdan. Quyilayotgan joylarni ham ko'rsataman. Bu yerda polistrobloylar. Kilolarimiz ham bor. 25 kilolik o'zingiz keraklar. Ket. Mana holatlari. O'sha katta qoliplarda quyiladi. Mana sushilkamiz. Ash sushilkamizda 14 soat mobaynida gazobloylar pishib chiqadi. 80% qurigan holatda. Avtomat reskalarimizda idealniy holatda kesiladi. 1-2 mm bo'lishi mumkin, lekin cho'tki chiqadi. Yarim santimetr farq qilmaydi, 1-2 mm farq qilishi mumkin. Mana sushilkadan o'sha par chiqyapti. Ulgurib qolinglar. Mana shu fevral oyi ichi, xudo xolasa, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Gazobloy hamda polistrobloylarda. Ekranda shu nomerlarga bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.